Oğlum Abdusalam ismi. 9 yaşında Şu günden itibaren ben oğlumdan ayrılıp kaldım. Atiganda yak 2 saat oldu ben yig'layotganli. Bağrımga besip dadılık mehrimni versem ulanı balılık Mening immitem şu farzandlarimni ulam qaytirib tashlab ketdi. Mening etem Melikem Ömer. Mening 4 balam, 4 nevrem Darıltamda. Mening immitem şu farzandlarimni ulam qaytirib tashlab ketdi. Mening 5 balam var. 5 balamның içinde çoğununki halidan şu Xitoyninki qo'sh til yataqliq maftuga majburiy ota-onamning oldida elib ketganligini bilaman. Uningdan boshqa balalarimning ahvolidan xabarim yo'q. Faqat 2 balamninki Xitoy saqchi mashinasini bostirilib vafot topganligidan chala xabar topgan bo'ldim. Uningdan boshqa balalarimning hech biridan xabarim yo'q. 2013-yildan bir balalarimning bir og'iz ovozini anglab boqmadim zodi hozirgacha. Endi balalarimni bir bular bilan jam bo'lsam 5 yıldan bir avazını anlap bakmagan ballarımның avazını anlasam, bağrımga besip dadılık mehrimni versem, ulanı balılık mehriga qandılsam, men hem qansam degan ümidim var. Allah yetkizgey. Ben Adil Qashqar, 42 yaş, ayalım lagerda, 5 balam var. Ballarımdan nədirlikini mən bilməyəm, alaqılış baxmadıq. Ballarımda bir köreş arzuyum var. Ben 4 oğul bir kızım elip yoluşum bilen 2015 yılı 7. ayının 27. günü Cungo'dan Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldiğim için oğlum bizimle 6 ay birlikte oldu. 6 ay deyinken uruk tuqqanlarni yo'qlash munosabati bilan vatanga qaytdi. Vatan qaytib shu vatanda aydirimda qo'lga ilindim. Qo'lga ilinib 2016 yılı 2. ayının 24. günden hazırga kadar oğlum türmede. Oğlumni men ko'ranmagini 2,5 yıl oldu. Oğlum şu tutilgan çağda 16 yaşlık yaş o'smirdi. Hazır oğlum 18 yaş kirdi. 18 yaşta açtı. Men oğlumni faqat ko'ramadim. Şu günden itibaren men oğlumdan ayrılıp kaldım. Ee, 2016 yılında ayalım Gülzar, oğlum Fatih'ni elip, kaynanamni yo'qlab kelaman degan sababla ketib, şu tutilgan bo'yicha ta hozirgacha izdirgan olamadim. Men Xitoy hukumatidan ayolimni va o'g'limni qonunsiz tutganligini shartsiz qo'yib berishni talab qilaman hamda dunyo erkinlik qo'g'dug'ichi insonning kishilik huquqini talab qilishlardan yordamchi bo'lib, ayolim va o'g'limni qo'yib berishni talab qilaman. Hem yordamda bo'lishini umid qilaman. Mening ismim Aynur. Vatanda qolgan balamning ismi Muhammad. O balam hozir 7 yoshga kirdi. Hozir 1,5 yil bo'ldi. O balamninki nada, kimning yanında uning hech qanday xabarim yo'q. Bunu aloqalashamadim. Bugunmi atigandan yoq 2 soat o'tdi men yig'layotganli. Bugun bir ulug' hayit kuni.
ularning ahvoli qandoq, ota-onam hayotmi, tirikmi, balam hayotmi, tirikmi, ular nerede uni 我爱人和3个小孩2017年6月份的时候失踪了，直到现在我没有拿到他们的消息。我女儿2个女儿1个男孩。 男孩今年4岁半，1个女孩3岁，1个女孩2岁左右。 Mening ismim Ayşe, 37 yaş. Mening oğlum Abdusalam ismi. 9 yaş kirdi, 1,5 yildan aştı, men xabarini olamadım.